Akalar, mana gaz rasxoti. Xo'p, biz hozir TTZ tomondamiz, akam uylariga duh konturni katkol qo'yib berganmiz. Mana buni qaranglar. Eski truba ham katkolga qaranglar. Pustoy, yo'llari pustoy. Bekor gazni yoqib yotuvdilar. Mana mashinaga polnik qo'yildi. Bu yoq tomonga ham, ya'ni oshxonaga, hammomga, hojatxonaga ham batareya qo'yib berganmiz. Idealniy qilib, isishlari ham zo'r bo'lyapti, akalar. Samodelniy 400 kvadratga mo'ljallangan duh konturni katkolimiz. Xo'p, bu yoqqa akalar shunaqa narsa qilib berganmizki, har doim aytaman videolarda, bitta like bosib qo'ying, aka. Xo'p, qarang. Bitta Aristonga resirkulyatsiya qilib berganmiz. Mana resirkulyatsiyaning nasos mashinaga suvni yig'adi. O negativ, tokka tiqilmagan mana. Atmosferasi 60 chiqyapti. Akalar 3 ta turibdi. Gaz rasxotlarni ancha-muncha tejab beradi. Bitta qo'ydirib yuboringlar, bu любой sistemaga ketadi. Adotropni, paukni, temir sistema, topli pol hammasiga qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Mana akalar, o'zlari samotok edi. Samotokka o'tkazib berdi, ishimizga bitta baho berasizlar. Videoni gazga ko'p to'layotgan yaqinlarga jo'natib qo'ysanglar foydali, manfaatli bo'ladi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Resto jamoasiga aloqaga chiqib o'rasizlar, sifatli qilib ishlarni bitkazib beramiz.